Leksimizin devamı hürmetli vatandaşım, təhlilçiler mındaq deyişidir. Aynı çağda Amerika Qoşmuş Ştatlarının prezidenti Reagan sabıq Sovetlərə qaratıp, qit'ələ ara uruş hukumunu o'ttirg'i qoyub, sabıq Sovetlarni qadam-qadam taqabul turishqa majburlagan edi. Sabıq Sovetlarning oxir kuch madori tugab, sabıq Sovetlar gumron bo'ldi. Bununla alaqadar mühim bir söz şu ki, Amerika Deniz Armiyası Tədqiqat Cəmiyyəti haftanın 4-cü günü xəbər qılıb mındaq göstərdi. Amerika Qoşmuş Ştatları Dövlət Məclisi Avam Palatası Hərbi İşlər Komiteti Cungo xilma-xil vasıtalar arqılıq Amerikanın texnikasını, Amerikanın hərbi işlər texnikasını, yuqarı pən texnikasını, sanaat texnikasını qo'lga tushirayotidi. Amerika dal Jungoning tahdidiga uchrayotidi. Shunglashqa Amerika birlikka kelgan siyosat tuzib, xuddi sobiq Sovetlarga qarshi turgandek Jungoga qarshi turish kerak deb hisobladi. Bu hisoblaganlar mutafakkirlar, olimlar, bilim xalqi tadqiqot organlari emas. Amerika Deniz Armiyası Tədqiqat Cəmiyyəti dəvətidir cümləməqətli hörmətli vətəndaşım. Hələ şundaq hesabladı. Amerika Deniz Armiyası Tədqiqat Cəmiyyəti sabıq Sovetlər bilan qarşılaşışın yadrolıq tədbiri qit'ələr ara uruş idi deb göstərdi. Amerika Deniz Armiyası Tədqiqat Cəmiyyəti sabıq Sovetlər bilan qarşılaşışın yadrolıq tədbiri qit'ələr ara uruş idi. Angliya radio şirketi Gündelik Telegraf gazetinin obzordan naql keltirib mındaq ko'rsatdi. Amerika Jungo savdo talash tortishning mohiyati 21-asrda aqliy iqtidorning nozuk texnika mashg'ulotini kim egallash masalasidir. Angliya radio şirketi nima deydi? Amerika Jungo o'tirishdagi savdo talash tortishning mohiyati 21-asrda pan texnika mashg'ulotini, nozuk texnika mashg'ulotini kim egallash masalasidir. Amerikaning ba'zi aqliy iqtidor tadqiqot bilan shug'ullanadigan organlari mundaq hisobladi. Jungoning masalasi nimadir bosh ko'tardi masalasi emas. Jungoning masalasi nimadir bosh ko'tardi masalasi emas. Diqqat vatandosh. Balki Xi Jinping huquq boshiga kelgandan keyingi siyosatlar, Xi Jinping hukmronligidagi Jungo harbiy ishlar bilan savdogarchilikni birlashtirgan bir gavda hozir dal millatchilik nishoni qarab tirishyotidi. Bu dal masalaning tugunidir. Diqqat vatandoshim, Jungo harbiy ishlar bilan savdogarchilikni birlashtirgan bir gavda hozir dal millatchilik nishoni qarab tirishyotidi. Bu dal masalaning tugunidir. Hozir Xitoy Tibetlarga millatchilik qilyotidi, Uyg'urlarga millatchilik qilyotidi. Hukmronlikni millatchilarning hukmronligiga aylandi. Bu Tibetlarlar emas. Uyg'uristonda Uyg'urlar emas. Hozir Xitoyning nishoni butun dunyoga millatchilik bilan muomala qilish. Intayin xatarlik bu apandim. Vatandoshim, bu intayin xatarlik siyosat bu. 33-yil taxt chiqqan Gitler bilan selishtirsangiz bo'ladi. Intayin xatarlik. Prezident Trumpning atrofida kishilar mundaq hisobladi. Agar hozir Jungoga tadbir qo'llanmasang, keyin ulgurolmaysan. Anladingizmi vatandoshim? Demak, Xitoy butun dunyoga millatchilik qilyotdi. Undaqda Prezident Trumpning atrofidagi kishilar agar hozir Jungoga tadbir qo'llanmasang, keyin ulgurolmaysan. Hozir Jungoga tadbir qo'llanmasang, keyin ulgurolmaysan. Shunglashqa Prezident Trump savdo urushining eg'irlik nuqtasini bevosita 2025 yil Jungoda yasaldi plani qaratdi.
Bu bir meydan kölemi zor. Təsiri intayın çunqur, büyük uruştur. Yani Soğudu uruşu intayın büyük uruştur. Soğudu uruşu bilen şoğullanış Amerika üçün ziyallık emas. İçinişlik kaldı oturduğu taraf fakat Cungudur. Keçirinler mağana, oturduğun emasken, içinişlik kaldı oturduğun taraf fakat Cungudur. Amerika bu sebeple oturuğa koyganda, karış tarafını agalandırış programı var idi. Cungu taraf, Amerika tarafının 50 milyar dollarlık tamoyun becini kubul kılışı gerek idi. Hazır bu baskışa yetip geldi. Şunun için Prezident Trump hükümeti Amerika'nın işki kısmı da iktisadi ziyan zahmet yetip gelişine qaramay. Cungu'dan import kılıngan tuar mallarga 50 milyar dollarlık baş koyduğanlığını bildirdi. Tahlilçiler mındak görsetdi. Amerika'nın Cungu'ga eksport kılışı, Cungu'nun Amerika'ga eksport kılışı qatarlıq iktisadi seliştirmede, Cungu'nun Amerika'ga eksport kılışı, Amerika'nın Cungu'ga eksport kılışı qaraganda zor salmaqni egalleydi. Yani Cungu'nun köplegen tuvarlar Amerika'ga kirdi, şu nisbetke tolaqlaganda seliştirganda Amerika'nın şu nisbetke tuvarları Cungu bazara kirelmeydi. Şunu Soğudu uruşunun Cungu'ga elip keladigan zarbisi Amerika'ga elip keladigan zarbisidan zor bo'ladi. Növbetde Amerika'nın iqtisadi ahvali yer şari bo'yicha yaxshi o'rinda turibdi. Bu albatta Prezident Trump'ning Cungu bilan Soğudu urushi qilishdan qo'rqmaydiganligining sababidir. Tahlilchilar mundaq hisobladi. Amerika Cungu o'tirisida Soğudu urushi ikki davlatning iqtisodiga ta'sir ko'rsatib qolmasdan Soğudu urushi Xi Jinping siyosiy hokimiyatini ag'daradigan bir meydan siyosiy kurashga aylanishi mumkin. Diqqat vatandaşım. İki devletden Amerika bilan Cungu'nun o'tirisidagi Soğudu urushi iqtisodga ta'sir ko'rsatib qolmasdan Soğudu urushi Xi Jinping siyosiy hokimiyatini ag'daradigan bir meydan siyosiy kurashga aylanishi mumkin. Yoki Xi Jinpingning siyosiy hayot oxirlashining boshlanishi bo'lib qolishi mumkin. Yoki Xi Jinpingning siyosiy hayotining oxirlashining boshlanishi bo'lib qolishi mumkin. Xi Jinping Soğudu urushini to'xtatib, balki siyosiy ojizlik deb qaralib, millatchi kuchlarning qo'llashidan ayrilib qolishdan saqlanolmaydi. G'alaba qilish mumkin bo'lmagan ahvolda Soğudu urushini qarshi olib, iqtisodiy taraqqiyot ostalab ketgan vaziyat ostida Cungu iqtisodining taraqqiyotini qiyin ahvolga keltirib qo'yib, eng oxirida Xi Jinpingdan norozi bo'lishlarning jo'g'lanib, Cunguda umumyuzlik portlashini keltirib chiqildi. Bu vaziyat tahlilimiz. Hurmatli vatandoshlar.